Assalomu alaykum, mana aziz takipchilarim va hurmatli obunachilarim. Avvalambor mana kanalimga xush kelibsizlar. Hozirgi ko'radigan kartam ikkita variant qilaman. Mana teng ikkisiga bo'ldim. Yaxshi ko'rgan insoningizni sizga bo'lgan niyatlari. Buni birinchisi yaxshi ko'rgan insoningizni sizga bo'lgan niyatlari. Hayotingizda sizga qanaqa yangilik, surpriz bor. Tushundingizmi? Bu hayotingizda sizga qanaqa yangilik, surpriz bor. Yaxshi ko'rgan insoningizni sizga bo'lgan niyati. Qaysi? Birinchisidan boshlaymiz. Sevgan insoningizni sizga bo'lgan niyati. Sevgan insoningizni sizga bo'lgan niyati. Boshlaydigunda olamiz 5 ta. Sevgan insoningiz sizga bo'lgan niyatini ko'ramiz. Sevgan insoningiz sizga bo'lgan niyati haqiqatda sizga oshiqligi, haqiqatda sevadi sizni. Sevibamki har kimdan qizg'anadi. Vaqti kelsa ishonmay qoladi. Hayotda endi qo'lidan kelsaki hamma narsani sizga muhayyo qilib bersa, ho ayol bo'lsin, ho erkak bo'lsin. O'shanaqa karta tushib qoldi. Sevgan insoningizni sizga bo'lgan muhabbati, sizga bo'lgan niyatlari yomon emas, yaxshi. Endi hali bunda gapirib o'tdim, iloji bo'lsa osmondagi oyni olib bersa. Endi hozircha o'shanga qanday desam ekan, yetarlicha mablag'i yo'q o'shani qilib berish uchun. Yetarlicha mablag'i yo'q. Ammo harakat qilib berishga harakat qiladi. Lekin hozircha emas. Mana endi hayotdagi qiyinchiliklar, tashvishlar, endi sizni o'zingizni boshingizdan bo'lib o'tgan tashvish, hayotingizda, oldingi hayotingizdagi qiyinchiliklaringiz tushib qoldi. Oldingi hayotingizdagi qiyinchiliklar, ishonganligingiz, haqiqatda sevganligingiz, ko'p narsaga umid qilganligingiz, lekin yolg'onlarga duch kelib qolganliklaringizni ko'rsatyapti albatta. Qanday endi haligi ichimdagini o'zing top degandek bo'lib o'tgan narsalar endi sizni hayotingizda, o'tgan hayotingizda bo'lib o'tgan. Ko'p chekkan mashaqqatlaringiz, ko'p chekkan ozorlaringiz, dilingizga ozor berilganligi, ko'p yig'laganlaringiz o'shalarni ko'rsatyapti. Endigi hayotingizda mana misol uchun o'sha yaxshi ko'rgan insoningizni sizga bo'lgan niyati degan kartamizda endi bo'lib o'tgan narsalar ham tushib qoldi. Endi mana yaxshi ko'rgan insoningiz sizga hamma narsani qilib berishga, shay qilib berishga tayyor, lekin o'shanga hozircha mablag'i yo'q. Avvalambor ko'p qatorda o'sha mablag'i bo'lsin, o'sha siz o'ylagan hamma narsangizni yetkazib bersin. Qirolichalardaqa yashatsin. Chunki yetarlichasini oldingi hayotingizda ko'rgansiz, yig'lagansiz. Hozirgi hayotingizda endi hayotingiz o'zgarsin, yaxshiliklar qarshingizdan chiqsin va xursand bo'ling va baxtli bo'ling. Birinchi kartamizni davom etyapmiz. Yana ikkita karta, 3 ta karta bilan tugatamiz. Endi o'sha narsalarni bo'lib yaxshilanib ketishiga ko'proq o'zingiz ham sababchi bo'lib qolasizda. Mana ko'ryapsizmi? Bitta o'zingiz turibsiz, o'zingiz ham sababchi bo'lib qolasiz. Chunki birinchi hayotingizda sizda o'sha mashaqqatlar bo'lib o'tgan, bunaqa yaxshi gaplar eshitmagansiz. Bunaqa hali sevgi, misol uchun siz sevgansiz, haqiqatda sevgansiz-u, javobini ola olmagansiz. O'shaning uchun ishonishingiz juda qiyin bo'lyapti. Ba'zida felis kelib qoladi, ba'zida badjahl bo'lasiz. Hech kim gapingizga, hech kimga quloq solmaysiz, o'zingiz aytganingizni qilasiz.
O'shaning uchun bu taraflarda jicha o'zingizga e'tiborli bo'ling. Endi haligi dilozorlik qilmang, dilini og'ritmang. Endi o'sha narsa to'g'ri qo'rqib qolgansiz, oldingi hayotingizda bo'lib o'tganligi uchun siz hozirgi hayotda ham jicha qo'rqib yashaysiz, chunki va'da beryapti, lekin qilib bera olmayapti deb. Lekin va'dasi yolg'on emas-da, haqiqatda o'sha narsani qilib berishga harakat qiladi. O'shaning uchun siz ham jicha xarakteringizni o'zgartirishingiz kerak. Birinchi kartani tanlaganlarning kartasini ko'rdim. Endi ikkinchi kartani tanlaganlar hayotingizda qanaqa o'zgarishlar, qanaqa yangiliklar sizni kutyapti? Hayotingizda qanaqa o'zgarishlar, qanaqa yangiliklar sizni kutyapti? Qani 1 3 4 5 6 7 hozir ko'ramiz. Hayotingizda sizda qanaqa o'zgarishlar, nimalar kutyapti sizni? Hayotingizdan kutayotgan narsalar. Hayotingizdan ancha qo'rqib yashaysiz. Bo'lmadi-ku endi, bundan bag'iga ham bo'lmaydi deb hafsalangiz pir qilasiz. Bunaqa qilmang. Hali hamma narsa oldinda. O'zgarishlar juda katta bo'ladi. Kimdir sizga yordam qilmoqchi bo'ladi, yordam qo'lini cho'zadi. Lekin siz отказ qilasiz. Отказ qilasiz. Do'st bo'lmagan insonlarga ishonib qolasiz. Atrofingizda qarasangiz hamma do'stga o'xshaydi. Qiyinchilikka duch bo'lib qolganingizda bunday qarasangiz, atrofingizda hech kim bo'lmaydi. Chunki o'shalar sizga aql bergan, o'shalar sizga bunaqa qilgin, anaqa qilgin deb yo'l ko'rsatgan, lekin xato bo'lgan. Endi qarang, hamma narsa o'zingizning qo'lingizda. O'zingiz harakat qiling. O'zingiz o'ylagan narsangizdan qolmang. O'zingiz to'g'ri yo'lda, o'zingiz hayolingizda qilgan narsani qilishga harakat qiling. Chunki o'zingizni ichingizdan kelgan hayol sizni hech qachon aldamaydi. O'shanga e'tibor bo'ling. Mana juda ham kuchli, jozibali, xushmuomala, har tomonlama ko'rgan odamni lol qoldiradigan darajada chiroyli ayolsiz. O'shaning uchun ko'p narsaga e'tiborli bo'ling. Hayotingizda sizga juda ham chiroyli narsalar, o'ylagan maqsadlaringizga erishishga yaqin qolgan pog'onalar kelib kelyapti. Endi ag'ini o'zingiz to'g'irlab ketish o'zingizga bog'liq. Chunki atrofdagilarning gapiga quloq solib qoladigan bo'lsangiz, o'sha narsa bo'lmay qolishi mumkin. O'zingizni o'ylagan, o'zingiz hayol qilgan, o'zingiz yuragingizdan nimani hayol qilayotgan bo'lsangiz, o'shanga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, siz g'olib bo'lib, hayotingizdagi yangi kirib kelayotgan inson, hayotingizga yangi to'siqlari ochilishi, anchadan beri kutayotgan narsalaringiz amalga oshishiga o'zingiz yordamchi bo'lasiz. O'shaning uchun hayotingizni o'zgarishlariga, hayotingizdagi to'siqlari ochilishiga eng birinchi marta oldinda turgan nima o'zingiz bo'lasiz. Ochasiz ham yo'lingizni. Keyin o'z to'siqlarga ham bardosh berib kelyapsiz-ku, o'sha to'siqlarni parchalab o'tishga ham kuchingiz yetadi. Endi iloji boricha takror aytaman, atrofdagilarning gapiga quloq solmang. O'zingiz aytganingizdan qolmang. O'zingiz o'ylagan narsani qiling va hayotingizdan kutgan hamma narsani oling. Mana ikkinchi nimalarnikini ham ko'rdim. Ikkinchi variantni ham ko'rdim, birinchi variantni ham ko'rdim. Avvalambor kimga bu kartalar to'g'ri kelgan bo'lsa, o'sha to'g'ri kelgan insonlarga taalluqli bo'ladi. Agar kimga to'g'ri kelmagan bo'lsa, sizga taalluqli emas. Kommentariyada yozib qoldiringlar. O'sha haqiqatda sizga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'shani yozib qoldiringlar. Men iloji boricha hammalaringga birma-bir javob berishga harakat qilaman. Hammalaringga rahmat. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Keyin
Sizlardan bitta iltimos, bitta layk bosib qo'yinglar. Yurakcha iltimos. Rahmat.